Ramazon oyida bu zikrlarni ko'p aytish qalbni poklaydi, savobni ko'paytiradi va Allohga yaqinlashtiradi. Alhamdulillah. Zikr nima? Zikr bu Allohni til bilan eslash, qalb bilan his qilish va ong bilan anglashdir. Zikr qilish orqali banda Allohga yaqinlashadi, qalbi taskin topadi va hayoti barakali bo'ladi. Zikrning foydalari: qalbni xotirjam qiladi, stress va xavotirni kamaytiradi, iymonni mustahkamlaydi, ruhiy kuch bag'ishlaydi, gunohlar kechirilishiga sabab bo'ladi, hayotga baraka va fayz keltiradi, duo va ibodatlarning qabul bo'lishiga yordam beradi, insonni sabrli, kamtar va shukronali qiladi. Ba'zan qalbimiz sokinlikni izlaydi. Ulamolar aytadilar, qalb faqat Allohni zikr qilish bilan taskin topadi. Keling, Abdulloh domlaning ushbu go'zal nasihatiga quloq tutamiz. Salovatni ko'paytinglar. Salovat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p mushkulalarimiz, ehtimol hamma mushkulalarimizni hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Moddiy mushkula bo'lsin, ma'naviy mushkula bo'lsin. Tinimsiz ravishda zikrda yuraylik, jon akalar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va sahbihi va sallim. Domla aytganlaridek, zikr inson qalbini poklaydi va Allohga yaqinlashtiradi. Shuning uchun Ramazonda zikrni ko'paytirish har birimiz uchun katta imkoniyatdir, azizlar. Ramazondagi zikrlar: Subhanalloh. Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Alhamdulillah. Barcha hamdlar Allohga xosdir. Allohu akbar. Alloh eng ulug'dir. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohu akbar. Astag'firulloh. Allohdan mag'firat so'rayman. Subhanallohi va bihamdihi. Alloh pokdir va unga hamd bo'lsin. Subhanallohil azim. Buyuk Alloh pokdir. La havla va la quvvata illa billah. Kuch-quvvat faqat Allohdandir. Ramazon uchun maxsus duo. Iftor oldidan aytiladi. Allohumma inni laka sumtu va bika amantu va alayka tavakkaltu va ala rizqika aftartu. Ma'nosi: ey Alloh, sen uchun ro'za tutdim, senga iymon keltirdim va sening rizqing bilan iftor qildim. Ramazon faqat och qolish yoki chanqash emas. Ramazon qalbni poklash, gunohlardan qaytish va Allohga yaqinlashish oyidir. Ko'pchiligimiz Ramazon kelishini kutamiz, lekin o'zimizni tayyorlashni unutib qo'yamiz. Ramazonga ham, azizlar, sanoqli kunlar qoldi. Ulamolar aytadilar, inson bir mehmonni kutsa, uyini tozalaydi, tayyorgarlik qiladi. Ramazon esa oddiy mehmon emas, rahmat va mag'firat bilan keladigan oydir. Shuning uchun Ramazonga qalb tayyor bo'lishi kerak. Avvalo, niyatni to'g'irlash zarur. Ro'zani odamlar ko'rsin deb emas, Alloh rozi bo'lish uchun, Allohim rozi bo'lsin deb tutish kerak. Chunki Alloh qalbga qaraydi. Qalbimiz toza bo'lishi kerak. Ikkinchidan, tilni ehtiyot qilish kerak. Ko'p insonlar ro'za tutadi, ammo g'iybatdan, yolg'ondan, ortiqcha gapdan tiyilmaydi. Holbuki, ro'zaning asl maqsadi nafsni tarbiyalashdir. Ramazon sabr maktabidir. Ochlik bizga kambag'al insonlarning holatini his qilishni o'rgatadi. Ramazon kelishidan oldin, azizlar, shuning uchun qalbimizdan adovatni chiqaraylik. Kimdandir xafa bo'lsak, kechiraylik. Ota-onamizni xursand qilaylik. Chunki
Alloh bandaning boshqalarga qilgan muomalasiga ham albatta qaraydi. Yana bir muhim amallardan biri, azizlar, Qur'on bilan do'stlashish. Ramazon Qur'on nozil bo'lgan oydir. Har kuni oz bo'lsa ham Qur'on o'qish qalbga nur beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlariga eng foydali inson, boshqalarga foydasi tekkan inson ekanini o'rgatganlar. Va biz buni bilamiz. Shuning uchun Ramazonda sadaqa qilish, yaxshilik qilish, savobni ko'paytirish kerak. Ehtimol bu Ramazon biz uchun eng qadrli imkoniyatdir. Vaqt g'animat, azizlar. Balki keyingi Ramazonga yetish nasib etmas. Shu sababli bu oyga befarq bo'lmaylik. Parvardigorim, duolarimizni qabul et. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sen bizga berganing bilan azamating kamaymaydi. Parvardigor, sendan ko'p narsani so'ramaymiz. Faqat sendan sobit iymonni so'raymiz. O'zingga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Parvardigor, bu oyda qiladigan ibodatlarimizni qabul etgin. Duolarimizni ijobat aylagin. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni mag'firat aylagin. Xonadonimizga fayzu barokat bergin. Nuring, rahmating bilan ziynatlagin. Allohim, bu muborak Ramazon oyini bizlar uchun rahmat, mag'firat va najot oyi qilgin. Qalbimizni pokla, niyatlarimizni to'g'ri qil, gunohlarimizni af et. Allohim, ro'zalarimizni qabul qilgin. Ibodatlarimizni o'z dargohingda maqbul aylagin. Bizni sabrli, shukrli va taqvodor bandalaringdan qilgin. Allohim, oilamizga tinchlik, sog'lik va baraka ber. Qalbimizdan g'am tashvishlarni ketkaz. Duolarimizni ijobat qil. Ey Rahmon va Rahim zot, bizni o'z rahmatingdan ayirma. Bu Ramazonda bizni jahannamdan ozod bo'lgan bandalaringdan qilgin inshaalloh. Ota-onalarimizni mag'firat qil. O'tganlarimizni rahmating bilan yod et. Bizlarni to'g'ri yo'ldan adashmasdan yuradigan solih bandalaringdan qilgin. Amin. Allohim, bizni bu Ramazonga yetkazganing uchun senga hamd bo'lsin. Bu oyda qilgan kichik amallarimizni ham katta savoblarga aylantirgin. Qalbimizni hasad, adovat va g'iybatdan pokla. Tilimizni faqat yaxshi so'zlarga o'rgatgin. Ko'zimizni haromdan saqlagin. Allohim, bizni Qur'on bilan do'st qil. Zikrni qalbimizga shirin qil. Namozni hayotimizning markaziga aylantirgin. Ro'zalarimizni riyo va kibrdan asra. Ibodatlarimizni ixlos bilan qilishni nasib et. Allohim, kasal bandalaringga shifo ber. Qarzdorlarga qarzdan qutulishini, g'amginlarga quvonch ato etgin. Bu Ramazon biz uchun so'nggisi bo'lib qolmasin. Kelgusi Ramazonlarga ham sog'-salomat yetkazgin. Ey mehribon zot, bizni o'z rahmating bilan o'rab ol. Gunohlarimizni kechir va jannatingga loyiq bandalaringdan qilgin. Amin. Ya Rabbil alamin.